Abror aka so'rayaptiki, e, Imom Maturidiy oyda yorilmagan deb e'tiqod qilgan, shunaqa deb aytganmisiz, Bahromsiz yo aytmaganmisiz? Shunga javob bering. Kitobida shunaqa ta'villarni kiygizgan deganman. Shaxsan o'zi shu qarorda demaganman. Kitobida shunaqa ta'villarni kiygizgan deganman. Shaxsan o'zi shu qarorda demaganman. Bu Bahrom nima degan? Qarang. Bahrom oy yorilmagan. Qur'onda ochiq oydin oyat yo'q. Oyni yorilmaganini hatto Imom Maturidiy ham o'zini ta'vilotida aytgan, deb ketgan. Ha, aytgan ekanmi? Imom Maturidiy aytmaganda uni. Men chiqib aytdimki, to'g'ri, lekin Bahrom ham uni Imom Maturidiy aytgan demaganman demoqchi. unaqa emasda, Imom Maturidiy aytgan degan. Endi ba'zilar yo'q, oy yoriladi deb, ba'zi bir tafsirchilar kelajak zamonda ma'no bergan. Kelajak zamonda oy yoriladi degan, masalan, Imom Maturidiy yoki Ibn Oshur, Movardiy tafsirlariga qarasa ham, u kishilar ham farqli ta'bir qilgan. Ya'ni oy haqiqatda mana shunday ko'rib turgan oyimiz ikkiga bo'linib ketgan demagan. Imom Maturidiy tafsiriga qarasa ham shuna degan. U kishi Ahlus Sunnah va jamoaning e'tiqodining asoschisi. Bu oyatda nima degan? Ba'zilar bunday degan, oy bo'lindi degan deb rivoyat olib keladi deydi. Ba'zilar bunday deydi. Lekin aslida deydi, oy haqiqat ikkiga bo'linib ketganda deydi, yer yuzida ana shu oy ko'rib turgan hamma ko'rgan bo'lishi kerak edi deydi. Bu bir yoki ikki kishiga yoki bitta qabilaga ko'riladigan narsa emas deyapti. Agar bu darajada bo'linib ketganda ko'rish kerak edi, butun ofoq ko'rish kerak deyapti. Kitobida shunaqa ta'villarni kiygizgan deganman. Shaxsan o'zi shu qarorda demaganman. Kitobida shunaqa ta'villarni kiygizgan deganman. Shaxsan o'zi shu qarorda demaganman. Bir tafsirchilar kelajak zamonda ma'no bergan. Kelajak zamonda oy yoriladi degan, masalan, Imom Maturidiy yoki Ibn Oshur, Movardiy tafsirlariga qarasa ham, u kishilar ham farqli ta'bir qilgan. Ya'ni oy haqiqatda mana shunday ko'rib turgan oyimiz ikkiga bo'linib ketgan demagan. Imom Maturidiy tafsiriga qarasa ham shuna degan, u kishi Ahlus Sunnah va jamoaning e'tiqodining asoschisi. Bu oyatda nima degan? Ba'zilar bunday degan, oy bo'lindi degan deb rivoyat olib keladi deydi. Ba'zilar bunday deydi. Lekin aslida deydi, oy haqiqat ikkiga bo'linib ketganda deydi, yer yuzida ana shu oy ko'rib turgan hamma ko'rgan bo'lishi kerak edi deydi. Bu bir yoki ikki kishiga yoki bitta qabilaga ko'riladigan narsa emas deyapti. Agar bu darajada bo'linib ketganda ko'rish kerak edi, butun ofoq ko'rish kerak deyapti. Oy Ля ты крыса, а! Подождите, ну вы сказали...